88 sura G'oshiya. Makkada nozil bo'lgan 26 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey Muhammad alayhissalom, sana haqiqatan qiyomatning xabari keldi. Bu kunda nurg'un odamlar xor bo'lg'uchidir. Ular dunyoda gunoh qilg'uchilardir. Oxiratda jafo tortquchilardir. Ular harorati qattiq do'zaxga kiradi. Suvlari qaynab turgan buloqdan sug'uriladi. Ular uchun zaridan, ya'ni badbo'y ochiq tikandan boshqa yemaklik bo'lmaydi. Zari kishini semritmaydi, ochliqni pasaytmaydi. Bu kunda nurg'un kishilar borki, ular ne'mat bilan xushaldir. Bu dunyoda qilgan sa'iy amallaridan mamnundir. Ular oliy jannatdadir. U yerda yomon so'z anglamaydi. U yerda buloqlar eqib turadi. U yerda egiz taxtlar, qator tizilgan qadahlar, rat-rat qo'yilgan yostiqlar, selingan esil besatlar bor. Ular qaramamdiki, to'gilar qandoq yaratildi, osmon qandoq egiz qilindi, tog'lar qandoq turg'izildi, zamin qandoq yeyitildi. Sen ularga vaz nasihat qilgan. Sen faqat ularga vaz nasihat qilg'uchisan. Sen ularga musallat, ya'ni ularni iymonga majburlovchi emassan. Lekin kimki vaz nasihatdan yuz o'rib, Allohni inkor qiladigan, Alloh uni qattiq azoblaydi. Ular o'lgandan keyin haqiqatan bizning dargohimizga qaytadi. Ondan ulardan hisob elishga biz mas'ulmiz.